Tanjiro Kamado g'alati shonen protagonist. Bir tarafdan unda hamma o'zimga o'xshagan animelardagi bosh personajlarnikidagi jihatlar bor. Ya'ni aniq qo'yilgan maqsad trenirovkalarni hisobidan kuchayverish va albatta flashbeklarni hisobidan power up da. Lekin boshqa tarafdan hamkasblari hamma titanlarni yo'q qilishga va'da berib, yuqori darajadagi la'natlagan ruhi yerga urib yoki umuman dushmanni go'rda psixlacha kulsa, bu bola deyarli har bitta o'ldirganning sharafiga ko'z yosh to'kadi. Boshida bu meni ham g'ashimga tekkan, keyin ko'nikib ketgan va umuman olganda Tanjiro'ni personaj sifatida yoqtirgan bo'lsam ham, lekin manda va umuman olganda Demon Slayer ko'pchilik tomoshabinlarda bu savol haligacha ochiq qolgan. Ya'ni nega Tanjiro'ga povod bersa bo'ldi va u даже singlisi bilan o'zini qiynagan kichkina Человек-паук mushqini o'limidan ham yig'laveradi. Bugun shu savolga javob topishga harakat qildim va o'zim uchun bir necha sabablarni topdim. Birinchidan, men asosiy sabablardan birini sotsial qobiliyatlarning kamligida dedim. Yo'q, Tanjiro'ga o'xshagan introvert sotsofob emas. U odamlar bilan bemalol chiqishib keta oladi, chunki tan oqko'ngil va mehribon xarakterga ega. Lekin aynan sotsumda X hodisasigacha unchalik ko'p vaqt o'tkazmagan. Buni birinchi qismdan bilsa bo'ladi. Ya'ni, pastroqdagi qishloqlarga ko'mir sotib kelishga borib, yaqin atrofdagilar bilan suhbat qilish, okey, bu narsa bor. Lekin aynan shaxs o'zini jamiyatda qandoq tutish haqida umumiy fikrlar Tanjiro'ning dunyoqarashida mavjud emas. Chunki 14 yil umrini avvalgi kasal otasiga qarash, keyin oilasini boqish bilan o'tkazgan. Buni hisobidan, конечно, patsanda qaysi holatlarda emotsiyalarni ushlab turish va qaysi holatlarda xohlagancha hissiyotli bo'lish kerakligi haqida ko'nikma yo'q. Misol uchun Mitsuri oilaylik. U ham emotsional ochiq personaj, lekin kuchli tuyg'ularni aynan o'zini yaqinlari orasida ko'rsata oladi. Ya'ni oilasi, do'stlari hisoblaydigan odamlar va shunga o'xshash holatlarda har bitta iblisni o'ldirgandan keyin emas. Конечно, Tanjiro'ning yo'qloqligini prosta hazil yoki tomoshabindan ko'z yosh taqirish uchun qo'shilgan element desak bo'ladi, lekin sal bo'lsa ham analiz qilishga harakat qilib ko'raylik. Ikkinchi sabab bu, конечно, travma. Albatta, personajlarda, ayniqsa Demon Slayerdagilarda travma bo'lmasligi, bu xuddi mana shu videoni ko'rayotgan bolalarda yaxshi ko'rgan qizi bo'lishiga teng. Ya'ni ilojsiz. Va Tanjiro, конечно, bundan mustasno emas. Ayniqsa protagonist sifatida. Mayli, hazillarni chetga surib tursak, Tanjironing travmasi qanchalik banal yoki unchalik unikal bo'lmasa ham, tan olish kerak, juda ham og'ir. Tasavvur qilinglar. Sizlar 13-14 yoshlik bolasizlar. Yaqinda Adela og'ir kasalligi deb olamdan o'tdi. Mayli deb bir amallab yashayapsizlar. Oilalarga qo'lingizdan kelgancha yordam beryapsizlar va bir kun to'satdan butun oila a'zolaringlar, oyingiz, ukalaringiz, singillaringiz o'ldirilib ketildi va faqat bitta singlingiz tirik. U ham bo'lsa demonga aylantirilgan va bir amallab uni ham tuzatishingiz kerak. Keyin 2 yil vaqtingizni mashg'ulotlarga ketkazdingiz. Shunda ham hayotingiz har doim o'lim yoqasida. Do'stlaringiz va mentorlaringiz ko'z o'ngingizda o'lib ketyapti. Va, конечно, psixikaga bu pizdes ta'sir qiladigan narsa. Shuni hisobidan ham aytsa bo'ladiki, Tanjiro o'zi ham yosh bola bo'lganiga va buni ustiga katta travmani hisobidan o'ta emotsionallik tabiiy holat. Katta ehtimol bilan himoya mexanizmi. Как раз taки 3-sabab, ya'ni coping mechanism yoki yuqorida aytib o'tganimdek, emotsional himoya mexanizmi. Tanjironing o'zi tabiatdan empatiyasi kuchliligi, ota-onasi yaxshi tarbiyalaganligi va shunchaki xarakteri shunaqaligi fakt, lekin juda ham zerikarli tushuntirish. Shunga kelinglar, sal overthinkinglik qilamiz va taxmin qilaylik, balkim Tanjiro shunchaki u hammaga mehribon bo'lmasa, unga mehribon bo'lishlarini to'xtatishlaridan qo'rqar. Xuddi Evangeliondagi bosh personaj Shinjidek. Nega endi yo'q? Uje 1-2 marta qaytarganimdek, Tanjiro hali ham go'dak yoki yarim go'dak. Конечно, mehr va iliqlik xohlaydi. Biling, даже ko'pchilik kattalar ham bunga muhtojdir, tim bolее o'smir bolakay. Va shundan kelib chiqib, meni fikrim bo'yicha, Tanjiro u qanchalik boshqalarga nisbatan empatiyada bo'lsa, даже o'zini dushmanlariga nisbatan uni birodarlar ko'radi va ba'zilarni, xuddi Zenitsova yoki Giyudek bu sal bo'lsa ham g'ashiga tegsa, umuman olganda ko'pchilikdan degan tuyg'uni chaqiradigan hislat deb o'ylasa kerak. Xullas, sotsial kommunikatsiyani kamligi, yo'qotishdan emotsional travma va himoya mexanizmi va buni ustiga tabiatdan mehribonlik va yuqori empatiya, ota-ona tarbiyasi va shunchaki xarakter Tanjiro Kamadoni o'z ko'z yoshlarini ayamaydigan personaj qiladi. Umuman olganda, bu даже yomon emas. Qaysidir ma'noda hamma dushmanlarini yirtishlatishga harakat qiladigan zamonaviy shonen protagonistlarning orasida bu даже yangi svejiy nafas. Shunga ham o'zi Tanjiro menga yoqsa kerak. Hatda o'zidan o'zi bo'ladigan power uplar meni ham asabim buzadi. Kinoteatrda ko'rishguncha.